Bugungi kunda to'lov qilish borasida insonlar ikkita turga bo'linishgan. Birlari, ya'ni karta bilan to'lov qilish qulayroq desa, ikkinchisi naqd pul olib yurish yaxshiroq deyshadi. O'zi haqiqatan ham karta bilan to'lov qilish xavfsizmi yoki naqd pul yaxshiroqmi? Bugun mana shu muhim savolga javob beramiz. Ko'pchilik naqd pulni ishonchliroq deb o'ylaydi, lekin zamonaviy bank kartalari texnologiya asosida himoyalangan bo'ladi. Keling, faktlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bank kartasida qanday himoya bor? Bugungi bank kartalari oddiy plastik emas. Unda MVP deb ataladigan mikrochip bor. U har bitta to'lovda yangi bir martalik shifrlangan kod yaratadi. Bu nimani anglatadi? Agar kimdir sizning kartangiz ma'lumotlarini ko'chirib olsa ham, u o'sha kodni qayta ishlata olmaydi. Chunki keyingi to'lovda boshqa kod yaratiladi. Naqd pul esa kim topib olsa bemalol ishlataveradi. Naqd pulda hech qanday bloklash yo'q va hech qanday himoya ham yo'q. Ikkinchisi, contactless, ya'ni tekkizib to'lash qanchalik xavfsiz? Ko'pchilik contactless, ya'ni tekkazib to'lashdan qo'rqadi. Kartani yaqinlashtirsam pulimni yechib oladi deb o'ylashadi. Amalda contactless to'lovlar limit bilan ishlaydi. Masalan, ma'lum bir summagacha pin kodsiz uradi. Katta summalarda baribir pin kod yoki tasdiq so'raladi. Har bitta to'lov bank tizimi orqali real vaqt rejimida tekshiriladi. Yana bir muhim fakt, karta bir necha santimetrdan uzoq masofada ishlamaydi. Ya'ni cho'ntagingizda kartadan, ya'ni masofadan pul yechib olish degan narsa umuman noto'g'ri. Undan tashqari, hozir deyarli barcha bank kartalarida SMS kod ilova orqali tasdiqlash, ba'zan Face ID yoki barmoq izi ishlatiladi. Bu nimani beradi? Agar kimdir kartangiz raqamini bilib qolsa ham, sizning telefoningizsiz u to'lovni tasdiqlay olmaydi. Naqd puldachi? Ya'ni bir marta yo'qotdingizmi, tamom, xonavayron bo'lasiz. Keling, bir real vaziyatni tasavvur qilaylik. Agar naqd pulingiz tushib qolsa, u butunlay ketdi, ya'ni qaytib topish ehtimolingiz juda past bo'ladi. Agar karta yo'qolsa, siz uni bir daqiqada bloklay olasiz va pul hisobingizda qolaveradi. Lekin karta orqali firibgarliklar ko'p bo'ladi-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, muammo lekin kartada emas. Muammo aslida odatda. Soxta saytlar, firibgarlarning qo'ng'iroqlari, SMS kodni tasdiqlang degan gaplarga ishonmaslik kerak. Bularning barchasi hiylalar hisoblanadi. Shuning uchun ham siz 3 ta oltin qoidani unutmasligingiz kerak. Birinchidan, hech qachon kartaning kodini hech kimga bermang. Hattoki do'kon kassalarida ham iloji boricha kod tasdiqini, kodni o'zingiz tering. Shubhali linklarga kirmang. Xuddi mana bu linklarga o'xshash umuman shubhali linklarni messenjerlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelsa ham ularni ochib ko'rmang. Ilova orqali operatsiyalarni doimiy ravishda tekshirib turing. Agar siz shularni qilsangiz, karta bilan to'lov qilish juda yuqori darajada xavfsiz bo'ladi. Odatda karta bilan to'lov qilinganda har bitta xarajat tarixda, ya'ni istoriyalarda saqlanadi. Qayerga, qachon, qancha ketganini bemalol ko'ra olasiz va ayniqsa budjetingizni nazorat qilish osonlashadi. Naqd pulda esa ko'pincha qayerga ketdi degan savollar javobsiz qolaveradi. Shuning uchun ham karta bu nafaqat to'lov vositasi, balki moliyaviy nazoratchingiz ham bo'la oladi. Faktlar shuni ko'rsatadiki, bank kartasi chip bilan to'liq himoyalangan. Har bitta to'lov shifrlanadi, yo'qolsa bloklanadi va harakatlaringiz doimiy nazoratda bo'ladi. Naqd pul esa himoyasiz, yo'qolsa qaytmaydi va uni nazorat qilish juda ham qiyin. Shuning uchun to'g'ri ishlatilsa, karta naqd puldan xavfsizroq va qulayroq hisoblanadi. Eng muhimi xavfsizlik qoidalariga amal qilish. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosishni unutmang. Sizda yaqin orada karta orqali pul yechish holatlari kuzatildimi? Kommentariyada buni yozib qoldiring. Bizni kuzatib boring va keyingi moliyaviy savodxonlik darsimiz firibgarlardan qanday saqlanish mumkinligi va eng ko'p uchraydigan hiylalar haqida bo'ladi. Ha, yana bir narsa. Davr bank kartalari ham MVP chiplar bilan
ta'minlangan bo'lib, siz Davr Bank orqali 15 dan ortiq kartalarni bemalol ochtirishingiz mumkin.